Assalomu alaykum, bizni kuzatib boryapti turgan obunachilar. Mana navbatdagi yurish qilgan joyimiz Namanganga bo'ldi. Bu yerni hozir rishotkalarni o'chashga keldik, navislari bilan. Kelgan joyimizni bir mashina topinglarchi. Kimning uyiga kelganmiz ekan. Hop, razmerlarni olyapmiz mana. Obunachilar, akamiz taniganlar bormi? Bo'lajak blogerlar. Aka, bir ikki og'iz gap gapirib yuborasiz. Salom hammaga, yaxshimisizlar? Hozir biz mana shu yerda to'g'on uzun navas qilmoqchimiz. Ustoz kosmetik. Qanchadan bo'lyapti hozir? Aytavering. 450 ming so'mdan bo'lyapti kvadrati. O'zim reklama qilgandim Bag'dodda, yoqib qolib atayni chaqirdim, qani ko'ramiz biznikida qanaqa bo'lgan. Xudo xohlasa, chiroyli qilib beramiz mana joylari akamni. Video qilamiz, kattakon video. Bizni kuzatib borishda davom etasizlar. Xudo xolasa yaxshilari bizda chiqadi doim. Bugun 1-may, ish boshlangan kun.